videoda biz animatsion Minecraft rasmini yasashni o'rganamiz. Qulayroq joylashib oling. Qani ketdik. Yaxshiroq tushuntirish uchun kompyuterda videorolik qilaman. Birinchi o'rinda biz Telegramga kiramiz va mana bu botni topishimiz kerak bo'ladi. Buni qidiruvdan ham topishimiz kerak. Aynan shuni davomida yozishimiz shart. Menga narsa xullas kecha xato yozib qo'ysalar bu bot chiqmaydi. Aynan yaxshiroq ko'ringlar bu videodagi nomini shularni yozib to'liq olib chiqamiz. Shunday mana qabul qilmayapti. Endi men osonroq yasuni chiqarib qo'yib qo'yaman. Sizlar to'liq o'shani yozsalar bot chiqadi. Endi to'liq yozmasalar ham qandaydir chiqadi. Sizlar shu bot topasizlar. Keyinchalik mana bu yoqqa kirganingizdan keyin menimcha birinchi rasmni jo'natamiz deya. Qani bunaqa skin uchida anima shunaqa skinni tashlaysizlar. Birinchi bu tashlamaydigan hosil bo'lar ekan. Anchadan ishlamodim, ismini ham chiqib ketibdi. Fonga kiramiz va xohlagan fonimizni tanlaymiz. Masalan, menga mana 6 raqamli fon yoqdi. Bosdik, o'tib ketmayapti. Mana bosish kerak ekan bo'ldi. Endi qaysi ko'rinishdagi, ya'ni bizda 9 xil ko'rinishi bor ekanda. Bittasini tanladik. Keyingisi qanaqa bo'lsa 3 ta animatsion, 2 da bizga 3 dasi zo'r. Skiningizni tashlang va bunaqa formatda deyapti. Okey. Biz buni olamiz. Sync. Yo'q, bunaqa tashlamang deyapti. Modullarga tashlayapti. Mayli esa bu ahamiyat bermaymiz. Boshqatdan start narsalar bosib, boshqatdan ko'rib chiqmasam bo'lmaydimi? Xullas, bu videoni to'liq ko'ringlar. Men aniq o'rgatib qo'yaman. Boshqatdan folder ko'rib chiqaman. 3 8 tanladim, to'g'ri. Buni bosdim. Bunisi yaxshi. Tak, bol internet xatimi o'l. Nafaqat internet xati bo'ladi, yo mendan yo kompyuterdan. Skiningizni tashlang deyapti. Bu nima bu? Qiziqib ko'rdim, mayli kerak emasmi? Kerakmi? Videosi bosaychi. Nima deyapti? Okey. Buni ham bosish kerak. Bu nima? Bu ham okey. Yeni skiningizni tashlangmi? Nima bu? Bosdim da. Menimcha PDF penga tashlasa kerak. Oddiy qilib tashlamasa kerak. Pangma. Kompyuter nomini qilib tashlanadi bilmaganlar uchun. Buni qilamiz, belgilaymiz va sync tugmasini, ya'ni yuborish tugasini bosamiz. Nima ishlamayaptimi? Ishlayaptimi? Ishlamayapti. Yo internet qatyapti yoki da ishlamay. Qabul qilinmoqda, ya'ni da yuklanmoqda. Boshqadan tashlash mumkin. Ro'b tashlab ko'rishga urinaychida. Ana bo'ldi. Men ko'ryapsizlar, bu 3 ta animatsion skinni bitta turi. Qo'yalaring esa boshlang mumkin bo'ladi. Yo'qlar video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni va o'xsham qoldirib qo'yishni unutmang. Like bosishni ham unutmasligingizni iltimos qiladim. Demak, hammaga paka.